Yuzimni chiqarmaganim, ya'ni hech o'zimni og'rishimni bilishmaslik uchun men betimni shu sababli qo'ymadim. Davosi yo'q deb yurib, qiynalib, depressiyada yurganlar uchun juda ham zo'r narsa. Assalomu alaykum, qayerdan keldingiz? Va alaykum assalom. Men Qirg'izistondan keldim. Qirg'izistondan Qizilqaya shahridan. Vitiligo kasalligi sizda qachondan beri bor edi? Menda почти 4 yil bo'ldi. Bundan oldin 4 yil bo'lgan. Bizni klinikamizga kelishdan oldin boshqa joylarga ko'rsatganmiz. Albatta, men Moskvada lecheniya qilganman, Moskvada lecheniya qilganman. Keyin kelib Qirg'izistonda lecheniya qildim, но вообще никакой эффект, никакой реакции не было. O'sha borgan joylaringizda bu kasallik davosi yo'q deyishganmi? Да. Везде я internetlarda o'qiganman bundan oldin. Internetda изучать qilib, davosi yo'q bo'lib, stressga, depressiyaga tushib qolgan kunlarim bo'lgan. Bizni klinikamizni qayerdan ko'rdingiz? Men nechayna там Instagramdan ko'rib qolganman. Потом сразу связывалась с менеджерами, потом поговорила насчет лечения. Birinchi kelib ko'rdim. Kelishim bilanoq menga zo'r четко diagnoz qo'ydi. Hamma yo'g'i taq bo'lgani uchun я сразу решила лечиться. Kelganingizga qancha bo'ldi? Kelganimga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri 3 marta lecheniya oldim. Menda effekt zo'r bo'ldi. 100% deya olmayman, 90% u меня есть jilish bor. Boshqa odamlarga ham tavsiya qilasizmi bizni klinikamizni? Конечно, menga o'xshab davosini topmay yurganlar, bu lecheniyasi невозможно deganlar, но yo'li bor hamma narsani. Tavsiya qilaman, конечно. Keyin yana bitta savolimiz bor edi. Instagramga shunaqa odzivlarni qo'ysak, ko'pchilik yozishadi, что o'zlaring odamlaring yuzini ko'rsatmaysizlar, boshqa deb yozishadi. Shunga o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Meni fikrim bu to'g'ri emas bunaqa o'ylashlari, sababi har kimni o'zini lичности bo'ladi. То, что men yuzimni chiqarmaganim, ya'ni hech o'zimni endi o'zim qishloqdagi, shahardagi o'rtoqlarim, знакомые, чтобы не видели, да, что я такое заболевание, og'rishimni bilishmaslik uchun men betimni shu sababli qo'ymadim. Если u меня unaqa og'riqim yo'q bo'lganda, men yuzimni ko'rsatib berardim точностью. Demak, siz o'zingizni o'sha lичностingiz ochilmasligi uchun yuzingizni ko'rsatmayapsiz, to'g'rimi? Да, конечно. Lekin bizni klinikamizga kelganingizdan keyin vitiligoga davo topib tuzalyapsiz, to'g'rimi? Да. Birinchi очередь, slava Allohу, конечно, sababchi hamma narsa. Но kelib menga o'xshab bu og'riqni davosi yo'q deb yurib, qiynalib, depressiyada yurganlar uchun juda ham zo'r narsa. Sababi bu jilishi bor bo'lgani uchun men уже 3-martadan kelib lecheniya olishim. Rahmat.